Hop, o'tgan darsda qisqacha takrorlashib qo'yaylik. Mana ba'zi joylar esda chiqqan bo'lishi mumkin. Muhim joylarni takrorlaymiz. Birinchi integral tushunchasidan boshladik, mana qisqacha takrorlaymiz. Gamma test bilgan bo'lsa, parametrlama bilan endi bu yerda parametrlama z da, to'g'rimi? Ichida ham x da bor, ham y da bor. F funksiya gamma integral gamma ustida bilgan bo'lsa, bu konservativ funksiya edi. Bu holda biz integralda mana bu formula yordamida aniqlagandik. F z dz butun integral a'dan bgacha f z ko'paygan dz. Mana bu integral yordamida aniqlagandik. Bu integral tarifi shunaqa tarif edik o'tgan hafta. Buni boshqa tariflar ham bor. Lekin hammasi mana shunga tengishli. Hammasi shunga keladi. Mana shundan boshladik. Birinchi diagramda keyin mana o'rgandik funksiya domor qilganda qanaqa savol borligini ko'rsatdik. Endi mana bu holat qilamiz, farz qilamiz f funksiyamiz d sohada domor, od orqali nima berishga kiritgandik? D sohada domor funksiyasi. Keyin D to'plamni yopiqda uzluksiz bo'lsin. D ni chegaralangan soha. Mana shu domor funksiyasi ham alohida xususiyatlar bor ekan. Birinchi muhim xossasi qaranglar. Domor funksiya uchun. Nima edi? Domor birinchi muhim xossasi mana shu D sohaning chegarasi bo'yicha integral, mana bu nimaga teng edi? 0 ga teng edi. Domor funksiya uchun mana shu narsa bo'ladi. Mana D sohani o'zida emas qaraydi. D sohani chegarasidan qaraymiz-ku, to'g'rimi? Mana D soha ichidan ixtiyoriyatda yopiq egasi bo'lsa ham, ixtiyoriy ma'noda yopiq bo'lsam, set deylik mana shuni. Ixtiyoriy ma'noda yopiq bo'yicha olingan integraldan bu hammasi 0 bo'laveradi. Faqat sharti bor, mana bu o'z-o'zini kesmasin. O'z-o'zini kesadigan mana bu qismlarni qo'shish mumkin, masalan, mana bunday qilib qo'shish mumkin. Bunday qilmasin yani. Demak, har qanday D sohachidan yopiq olsak, o'sha yopiq bo'yicha olingan integrallar hammasi bu 0 ga teng bo'ladi. Bu kun teorematik buni qo'shib teorematik. Bu bir bog'lanma soha uchun ko'p bog'lanma soha uchun ham ko'rsatib bo'ladi mana. Ko'p bog'lanma soha bo'lsa, mana qaranglar. Ko'p bog'lanma degani mana boshqa joylar ham bor sohani. Ko'rdingizmi? Mana bunday bizlar sohamiz mana bu. Mana shu soha uchun ko'ramiz. Bu shuni qurdik, mana D soha mana bo'lsa, mana D sohaning chegarasi qancha bo'ladi? Bir nechta sifatlardan iborat bo'ladi. Mana bu katta qismini gamma deyman. Shaklarni gamma 1, gamma 2, hokazo gamma n bo'lsin. Ya'ni D sohaning chegarasi nimadan iborat? Gamma birlashma karting birdan kenggacha gamma n bo'lsin. Bunga teorema qo'llanadi. Mana bu D sohaning chegarasi bo'yicha mana bu integral 0 ga qo'yiladi. Bundan nima chiqadi? Bundan kelib chiqadiki, qaranglar. Mana gamma bo'yicha integral mana bu f z dz bunga teng bo'ladi. Sohaning ichidagi integrallar yig'inga teng bo'ladi. Mana bu teng bo'ladi. Bundan mana shu muhim narsa kelib chiqadi. Qanday kelib chiqadi? Xo'p, yaxshi mana qanday kelib chiqqan qarang. D sohaning chegarasi mana bunday yo'nalgan. Mana bunday yo'nalgan. Xo'p, to'g'rimi? Bular bo'yicha integrallar qanaqa yo'nalgan? Bular bo'yicha integral mana bunday. Qaranglar. Bunda D sohani aslida mana yo'q olishadi. Mana bunday issiq olishadi, masalan, yo'y olishadi. Mana shu yo'y bo'yicha mana qanaqa mana bunday qanaqa bu bo'yicha mana aylantiradi, to'g'rimi? Mana aylanadi, yana bu yerga qaytadi. Buni ikkita farz qilib mana. Bu yerdan qo'shilish qilamiz, mana bu yo'l olamiz, yo'l bo'yicha boramiz. Mana bu yo'l bo'yicha aylantiramiz. Bu bo'yicha qaytamiz. Va hokazo yana shu yo'lni qo'shib yana ayb boramiz. Nima uchun qo'shib ayb borsak, natijada hech narsa o'zgarmaydi.
O'shanda go'yoki bizga mana bunday soha hosil bo'lgandek bo'ladi. Go'yoki qaranglar mana bunday masalan mana bunday soha, mana bunday ichga kirgan, mana bunday aylangan, chiqib ketgan, yana boradi, mana ichga kiradi. Tibbiyotdan qo'shini shunga o'xshagan. Mana shunday farz qilamiz. Bular qo'shdik, aytdik, mana bu 0 bitta, to'g'rimi? O'shanda mana bu o'rinli. Hop, bu degani nima degani? Mana bular bu boradi, qaytadi, bular hammasi bo'lib ketadi. O'shanda yo'nalish bu mana bu yo'nalgan bo'ladi. Bunaqasiga hop, bunda yo'nalish qanday bo'ladi? Mana bunday. Alohida qarasak, qaranglar, alohida degan mana bular olib tashlasam, bular qo'shilmaydi, mana nasha o'zgarmaydi. Agar bular olib tashlasam, nima qoladi? Ichidagi yo'nalish qaranglar, soat sekasiga qarshi bo'lib qoladi. To'g'rimi? Ichidagi yo'nalish soatga qarshi bo'lib qoladi. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan mana gamma bo'yicha integral f z dz. Mana bu soat sekasi bo'yicha qarshi, shuning uchun nima bo'ladi? Plus mana bu summa bilan ingacha qaranglar, gamma k bilan minusdan bo'ladi. f z dz mana bu hamma yerini bo'lib qoladi. Aslida mana bunday shakl, ideal mana bunday shakl bo'lmaydi. Men tushunarli bo'lishi uchun shunaqa qilib ko'rsataman. Tushunarli? Bunday shakl chiqmaydi aslida. Aslida shunaqa shakl bo'ladi. Lekin mana bular orientatsiyasi maxfiy, to'g'rimi? Ular nar tomon o'tsa nima qiladi? Mana bu kelib chiqadi. Chunki yo'nalishi maxfiy bo'ladi. Bu mana shundan kelib chiqadi. Muhimi bu yerda men xuddi ko'p bo'lgan soha, bu yerda uni bir bo'lgan sohaga keltira olaman. Mana bu ko'rinishda qoldi. Aslida lekin bu global soha lekin shunaqa ma'lum beradi. Bu shunday kelib chiqqan. Keyin yana o'rgandik, Koshev integral formasini o'rgandik. Shuni qisqacha tushuntirib beraman, qaranglar. Mana biz soha olamizda telefonda bitta nuqta olaman, nuqta olaman. Mana nuqta. Nuqtadan kichkina atrofni qarayman. Mana yerga atrofni qarayman. Nuqta blokasi. Mana shu atrofida mana nuqtani kichik nuqta deb olaylik, qaranglar. Mana bu ikki qiymati nimaga tegishini topib ko'ramiz. Bitta kichkina misol, mana. Kichkina misolcha. Mana buni toping deb savol bergan. 1 taqsim 2p integral mana bu to'plam qanday bo'lishi mumkin? Tenglik ko'rinishda. Modul x minus z teng r deb yoziladi, f x taqsim x minus z dx. Bu markaz fikslangan z nuqta. X chegarasi o'zgaradi. Bu nima degani? Z dan x gacha bo'lgan masofa o'zgarmas degani. To'g'rimi? Buni shuning uchun nima deb yoziladi? Mana modul x minus z mana bu ga teng deb yoziladi. Mana shu integralni nimasini topishimiz kerak? Limit topib ko'ramiz. Mana shu limitni nima er nolga intilgandagi limitni topib ko'ramiz. Mana biz aytgan misol. Shuni sirani ishlab ko'raylik, kelinglar shuni ishlab ko'ramiz. Buni ishlashni nima qilamiz? Qarang, x minus z teng r degan tenglamani yechamiz birinchi bo'lib. Hop, z fikslangan, x ga nisbatan ikki olishimiz kerak. To'g'rimi? Modul x minus z r deganini qaranglar. X minus z mana shunday qilish mumkin. R ko'paygan y darajasida i phi. I t deymiz, nima? I t. T nima degan o'zgaradi. Mana t teng bo'lsa, mana qiymat beradi. O'rasani t tetasini 2 bo'lsa bu, phi bo'lsa bu, 3 tetasini 2 bo'lsa, buni qiymat beradi. T ni uzattirib, butun alanni nima qilish mumkin? Oson qilsa bo'ladi. Plus x ma'lumga teng ekan. X topdik, bu ma'lum teng ekan. Z qo'shilgan r y i degan teng ekan. Dx topaylik. Dx degan x dan differensial olamiz, t bo'yicha mana 0, bundan differensial olsam qaranglar. R i t r i y darajasi i t delta qoladi. To'g'rimi? Topganlarimizni mana bu integral ifodani olib qo'yamiz. Nima chiqadi? Limit r nolga intilganda 1 taqsim 2p integral 0 dan 2p gacha. Hop, surat qayda? R nolda x ni qo'yamiz. Z plus r y i deb qoladi. Mana keyin d
mahrajning o'zlari x minus z, tamam, x minus z r y i t ga teng mana. D x mamga teng ekan. R I Y I T D T ga teng. Hop, mana bu qisqartirib olamiz. Mana bu i bilan i ham qisqarib turadi. Shundan nima qoladi? Limit r nolga kirganda 1/2 pi integral 0 dan 2 pi gacha f z qo'shilgan r y i t dt degan ifodamiz qoladi. Bundan foydalanmadik. F funksiyamiz ustidan foydalanmadik. F funksiyasi ustidan foydalansak, nima kelib chiqadi? Shunaqa t nuqta borki, shunday t nuqta borki, qayerdan 0,2 bilan 0,2 dan shunaqa t nuqta borki, o'ta qimmatli vosita qo'yamiz. Bu uchun nima deymiz? Limit r 0 ga kirganda 1/2 pi ko'paygan qayerda? 2 pi ha f manbasi qoladi. R plus z plus r y darajasi i t 0 degan ifoda qoladi. To'g'rimi? 2 bilan hisoblab olsak bo'ladi. Endi qarang, r 0 ga kirsak, mana f funksiyasi o'zib qo'ydi, to'g'rimi? R 0 ga kirsak nima qoladi? F z o'zib qoladi. Mana. Demak, mana bu limit qiymati 2 ga teng ekan. Mana shu yordamda yana bitta muhim natija olinadi. O'sha muhim natijalarni ko'rsatib beraman sizlarga. Bu o'sha matematik kompleks analizi eng muhim natijalardan biri deyishadi. Uchinchi muhim xosiyati quyidagicha. Yana o'shada agar f funksiya d sohada golomor va d ning yopiqda uzluksiz bo'lsa, u holda ixtiyoriy z tegishli d nuqta uchun mana bu tengi o'rnak. Fz teng 1/2 pi integral d sohaning chegarasi bo'yicha x taqsim x minus z dx. Mana bu tengi o'rnak. Mana muhim natija. Bu qonunning muhim natijasi deyishadi. Mana buni biz Cauchy'ning integral formasini deb aytamiz. Cauchy'ning integral formasi. Qaraysiz, qisqacha shuni qanday kelib chiqqanini ko'rsatib beraman, qanday ifodalashtirganligini. Bu uchun nima qilamiz, qaranglar. Mana bu integral formasini nega teng? Xo'p, qaranglar, bu uchun nima qilamiz? Bu uchun d sohaning chegarasi bo'yicha d bir bo'lmasa olib farz qilamiz. D sohaning chegarasi bo'yicha mana bu qayman. Fx taqsim x minus z dx degan integral qarashimiz kerak. Mana bu d soha. Mana integral 0 ga teng emas, chunki mana z nuqtada nima bo'ladi? Mahraj 0 quradi. Golomor tuzilganda, agar golomor qilganda bu integral qiymati nima chiqadi? 0 chiqadi. Bu uchun nima qilamiz? Shu z nuqtani kichkina atrofini chiqarib tashlayman. Mana r atos atrofini chiqarib tashlayman. Natijada funksiyamiz mana bu yoqda nima bo'ladi? Mana bu yoqda funksiyamiz golomor bo'ladi. Mana shu sohani dr bilan birlashtiraman. Dr bu d sohadan mana bu kichkina atrof chiqib ketgan. Mana shuni u r atrof deyman. Mana bu atrof chiqib ketgan. Buni yopiqman chiqarib tashlagan bo'ladi. Masalan, f funksiyamiz nima bo'ladi? Dr sohada golomor va dr ning yopiqidan nima bo'ladi? Uzuksan bo'ladi. Shu uchun Cauchy integral Cauchy teoremasiga ko'ra nima bo'ladi? To'g'ri, dr sohaning chegarasi bo'yicha mana integral mana bu integral. Fx taqsim x minus z dx mana bu 0 ga teng bo'ladi. Endi agar mana bu funksiyadan foydalansak, mana bu d sohaning chegarasi, mana d sohaning chegarasi. Buni mana qanday yozib bo'ladi? Buni modul x minus z teng r deb yozib bo'ladi. O'shadan foydalansak nima kelib chiqadi? Bundan foydalansak d sohaning chegarasi bo'yicha mana bu integral, d sohaning chegarasi bo'yicha mana bu integral qayda? Fx taqsim x minus z dx. Bu teng bo'larkan mana bu integralga. Nima bo'yicha mana x minus z teng r bo'yicha fx taqsim x minus z dx ga teng bo'ladi. Bu mana bunga kelib chiqdi. Shu ikkalasi teng, to'g'rimi? Ikkinchidan qaranglar.
Radiusga bo'lmasga, radius qanday tanlasak ham, natijasi nima chiqadi? O'sha son chiqadi. Radiusga bo'lmas, mana bunday oson o'sha son chiqadi, bunday oson o'sha son chiqadi, to'g'rimi? Radiusga bo'lmagan uchun buni mana bunday yozgan bo'ladi. Radiusga bo'lmagan uchun limit qaranglar, radius nolga intilganda mana bunday yozgan bo'ladi. X minus z integral x taqsim x minus z dx deb yozish mumkin. Chunki radiusga bo'lmas. Radius bo'lmagan uchun radiusni nolga intiltirsam bo'ladi. Mana bu integral qaranglar, hozir ham hisobladik. Faqat 2 yo'q edi. Shuning uchun bu integral qiymat chiqadi. Bu integral qiymati 2pi ko'paygan f z chiqadi. Mana. Endi integralni 2pi ga bo'lib olsak, mana forma isbotga chiqadi. Ko'rdilarmi, isbot uchun murakkab emas, lekin mana shu kompyuter analizi eng muhim teoremalardan biri. O'tgan darsda mana qisqacha takrorlash qildik. Endi yangi joylarga o'tamiz. Kolon funksiyon xoslarini ko'rib o'tdik. 3-xoslarni ko'rdik, 4-xossa. 4-xossaga o'tamiz. If funksiyamiz d sohibadagi alomat va d yo'qoldi uzluksiz. Oldin mana shartni yozib qo'ydik. U holda nima bo'lardi qarang? U holda ham muhim bo'lsa o'tdik. Ixtiyoriy ikkita nuqtani qarasak, z birdan z gacha. Mana bu integral qaranglar. Nima bo'lmaydi? Integral shunga bog'lanadi. Ya'ni qanday yo'l bo'yicha integrallasak ham mana z birdan z gacha. Faqat shu sog'adan chiqib ketmasa bo'ladi. Mana bu qiymati o'zgarmas bo'ladi. Ya'ni bu gammaga bog'mas. Tushunarlimi? Gamma qanday tanlasak ham natijasi bir xil son chiqadi. Bu muhim narsalardan. Shuning uchun nima qilishadi? Odatda mana bu integral qarashadi. Xo'p, bitta nuqtani fiksirlab, mana bu nuqtani z nuqtani 3-nuqta olaylik. Nuqtada z nuqta olaman, fikslangan. Mana bu integral qarashadi. Fz teng integral z 0 dan z gacha. Mana bu integral qarashadi. Mana shu integralni biz bundan keyin aytamiz, f funksiyani boshlang'ich aytamiz. Z ning qaydagi nuqta, fikslangan nuqta. Mana bu integral qaraymiz. Bu nima degani? Z 0 dan z gacha bo'lgan yo'l bo'yicha integral. Agar soha qavaq bo'lsa, buni mana bunday yozadi. Soha qavaq bo'lsa, mana z 0 dan z gacha fz dz. Mana buni integral qilishadi. Faqat nima bo'lishi kerak uchun soha qavaq bo'lishi kerak. Qavaq bo'lganda shuni integral qilishadi. Buni yaxshi xossasi bor, mana qaranglar. Buni o'zlari mustaqil isbot qilib, katta f funksiyadan hosil olsanglar, bu aytishdan chiqdi. Katta f funksiyani bo'lmas bo'ladi. Katta f funksiyani j sohada bo'lmas bo'ladi va d yo'qda uzluksiz bo'ladi. Mana. Va shu katta f funksiyadan hosil olsanglar, sizlarga kichkina f degan funksiya kelib chiqadi. Mana shunaqa funksiyalar bo'ldi. Mana shu funksiya qachadi. Mana shu funksiyani mana buni boshlang'ich deyishadi kompyuter analizi. Kompyuter analizi ham xuddi global funksiya uchun Newton-Leibniz formasiga o'xshagan forma bor mana. z0 dan z gacha f z. Agar bu boshlang'ich funksiyasini bilsanglar, buni mana bu yozsanglar bo'ladi mana. z0 dan z gacha. Ya'ni mana shu holatda nima qilish mumkin? Newton-Leibniz formasini qo'llash mumkin ekan. O'sha funksiya nima bo'lishi kerak, bo'lmas bo'lishi kerak. Mana bu misol. Mana bu integralni topsa, mana birdan i gacha, masalan, sinus i iliniki bo'lib qolsin shu. I iliniki bilan bo'lib qolsa mana. Sinus ikkita z dz topishimiz kerak mana. Sodda misol. Bu nima degani? Noldan iliniki kisma degani, agar chegara mana shunday qo'yilsa, bu kismani bildiradi. Buni boshlang'ich funksiyasini bilamiz, to'g'rimi? Buni boshlang'ich funksiyasi kosinus ikkita z taqsim 2 bo'ladi. Mana. Noldan i ilinkigacha.
Buni mana shuni hisoblab qo'yamiz. Qaranglar. Ilin 2 mana 2 ga ko'paytirsak, hop, -1/2 chiqarib olaman. Kosinus 2 ta ilin 2 bo'lgani I ilin 4 degani. I ilin 4 minus kosinus 0 bo'ladi. Shuni oxiriga hisoblab qo'yaman. Kosinus qanday aniqlanadi ekan? Mana shuni hisob olaylik. O'tgan darsda. Kosinus bitta mana aniqlanadi. Y z qo'shilgan y sinus z taqsim 2. Shundan foydalansak qanday chiqadi? 1/2 y darajasi I ko'paygan I minus ilin 2 plus y darajasi ilin 2 ilin 2 emas, ilin 4 bo'ladi. Taqsim 2 mana bu kosinus 1 ga teng. Mana bu 4 chiqadi. Bu 1/4. Qo'shsak 12/4 bo'ladi. 12/4 2 ga bo'lamiz. 12/8 12/8 dan 1 da ayiramiz. 9/8 yana 1/2 ga bo'lamiz. Minus 9/16 degan to'g'ri chiqar ekan. Ko'rdinglarmi mana? Bu faqat golon funksiya bo'lsa, mana shu Newton Lewis formulasiga qo'llash bo'ladi. Lekin golon funksiya bo'lmasa, nima bo'lmaydi? Mana bu integral yo'liga bo'lib qoladi. Golon bo'lgan funksiya uchun bu mana qo'shilishni olmaymiz. Bu yerda xususiyat edi. 5-chi muhim xususiyat bor mana. Funksiya agar d sohada dollar bo'lsa, mana d sohada dollar bo'lsa, bu holda d sohada har qanday tartibli xosasi mavjud. Bunaqa teorema matematikada yo'q. Bundan kelib chiqadi f funksiyamiz s(x) bo'ladi, mana s(x)siz d sohada. Va o'sha funksiyani ixtiyor tartibli xosasi ham nima bo'ladi? Golon funksiya bo'ladi. Nima degani? Funksiya golon bo'lsa, demak nima bo'lar ekan? Ixtiyoriy tartibli xoslarga ega bo'lar ekan. Bu Cauchy integral formulasidan kelib chiqadi. Va ixtiyoriy tartibli xoslasi mana funksiyaning ikkinchi tartibli xoslasini mana formuladan topsa bo'ladi. N faktorial taqsim 2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha fx taqsim x minus z darajasida n plus 1 dx. Xoslasi uchun mana buni tengligi o'rinli. Demak, golon funksiya nima bo'lar ekan? Ixtiyor tartibli xoslarga ega bo'lar ekan. Shunda go'yoki birinchi bu qayerda bu indeks metodidan isbot qilinadi. Mayli, bitta ikkinchi tartibli xosasi borligini ko'rsatib beraman. Indeksiya qolgan ketaveradi. O'zingiz isbot qilasizlar. Ikkinchi tartibli xosasi qayerda? Bu uchun qayerda topamiz? Mana bu funksiya o'tirmasini argument o'tirmasiga nisbatini topish kerak bo'ladi. İkinci tartibli xoslar mashina qarashni funksiya xoslasidan olamiz endi buni. O'zidan mos xoslasidan olishimiz kerak. To'g'rimi? O'zidan boshlab qo'yaylik mayli. O'zini xoslasidan boshlaylik. O'zini xoslasini ko'ramiz. Xo'p, bu degani nima degani? Bittasini dz chiqarib olaman. Bu ma'nosida f z qo'shilgan delta z minus fz degani, to'g'rimi? Har bittasini Cauchy integral formulasi orqali yozaman. Hop, birinchisi mana bunday yozishimiz mumkin. Bittasini 2pi integral hop, nima bo'yicha? D so'qan chegarasi bo'yicha fx taqsim nima bo'ladi? x minus z minus delta z bo'ladi. Nima uchun z o'rniga nima olamiz? Chunki z plus delta z olamiz. Ikkinchisi mana bittasini 2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha fx taqsim x minus z dx bo'ladi. Endi bunday qilamiz, qaranglar. Integrallarga umuman haj beraman. Umuman shu bitta integral qo'zaman birinchi o'rinda. Keyin umuman haj beraman. Umuman haj bersam, mana bu suratda mana bu aliga bu qiladi, mana. Mana bundan buni aytsam nima qiladi? Dz o'z qiladi. Tushunarlimi? Dz-ni keyin men dz qisqartiraman. Dz-ni dz qisqartirsam, hisob-kitoblar qilgandan keyin mana buni qiladi. Bittasini 2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha x taqsim mahajlanmasi x
sinus z minus delta z taqsim sinus z dx bo'ladi. Keyin mana dx nolga teggan limit olishimiz kerak. Buni limit olishimiz kerak. Limit olgan paytda so'qqasa limitni integratsiya olib kirish mumkinligini ko'rsatadilar. Limit integratsiya olib kirish mumkinligidan qayerda bu isbot qilish kerak buni. Limit integratsiya olib kirish mumkinligidan ma'nosi kelib chiqadi. F vosita z teng 1/2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha f(x) taqsim x minus z ning kvadrati dx. Limitni integratsiya olib kirish mumkin. Mana shu narsani isbot qilinglar, sizga vazifa bu. O'shani qisqacha tushuntiravering. Yaxshi, mana. Demak, delta x ma'nosi chiqdi. Mana shu joyni batafsil aytaman. Delta x nimaga chiqdi? Ma'nosi chiqdi. 1/2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha f(x) taqsim x minus z minus delta z x minus z dx chiqdi. Keyin mana fodan ortga qarayman. Mana fodan qarayman. 1/2pi integral d so'qan chegarasi bo'yicha f(x) taqsim x minus z kvadrati dx. F(x) funksiya x bo'lsa, bu integral qanday mavjud bo'ladi? Mana shu fodan olib qarayman. Bu fodan ochini bilmaymiz. Mana shu fodan hozircha nima bilan birlashtirib to'g'ri bu integrallar qiymatini mana shu integral qiymati a deb birlashtirib to'g'ri. Mana narsa aynan qaraladi. Delta fz taqsim delta z minus a degan fodan qarayman. Ikkalasini qarab modul olsam, mana bundan bir tasini 2 qiladi moduldan. To'g'rimi? Xo'p, integratsiya mana foda qiladi. D so'qan chegarasi bo'yicha. Xo'p, mana bundan bunday yashim kerak. Bu ikkalasini ayrsam, suratda mana saqladi. Delta z fz mahraj desa mana saqladi. x minus z ning kvadrati ko'paygan x minus z minus delta z dx bo'ladi. Endi bu modul integratsiyaga kirsam, fodan bo'ladi, yana ham kattalashadi. Shunda mana saqladi. Xo'p, delta z modul chiqara olaman, chunki delta z konsentratsiyaga qaraymiz. Chunki integratsiya bo'yicha biz konsentratsiyaga. Mana bu x edi o'zi. Xo'p, taqsim mana bu yo'lda 2 qoladi. Integratsiyada mana bu foda qoladi. D so'qan chegarasi bo'yicha mana f(x) modul mahrajda mana x minus z ning kvadrati modul kvadrati bo'ladi. Bu yo'lda x minus z minus delta z. Qaranglar. Bitta qadam tashlab ketib qoldik, shuni tushuntiray. Mana bu joyda biz bitta qadam tashlab ketib qoldik. D soha bo'yicha integral qaraymiz, to'g'rimi? D soha bo'yicha integralni qayerda? Kichkina atrofga bo'yicha integral keta olamiz. Xuddi bu yerda misolga o'xshadi. Tushunarlimi? D soha bo'yicha integralni kichkina atrofga bo'yicha integral keta olamiz. Mashqlarni tashlab ketdim. Bu teng bo'ladi, qaranglar. x minus z teng bo'yicha integral mana dx chiqara olaman bu yoqdan. f(x) taqsim x minus z ning kvadrati x minus z minus delta z. Bu tushunlar kichkina atrofga bo'yicha integral keta oladi. Boyga o'xshaydi bu. Bundan nima chiqarib qaranglar. Modul z taqsim 2pi. Bu yoqda mana saqladi. Integral x minus z teng bo'yicha modul integral ichiga kirsam modul foda kattalashadi. Bu yoqda f(x) ning modul qoladi. Bu yoqda modul x minus z mana erga teng. R kvadrat ko'paygan x minus z minus delta z dx mana qoladi. Endi mana maksimum buni qiymati maksimum bu qolib boramiz, shunda mana qoladi. Buni eng katta qiymati bu maksimum, to'g'rimi? Xo'p, delta z ko'paygan maksimum chegalangan. O'sha maksimum qiymatni m bilan bog'lasam, bu yoqda 2 qoladi, bu yoqda x minus z teng r bo'yicha dx taqsim mana x minus z minus delta z qoladi. Xo'p, ifodash mana chegalangan, bu chegalangan. Mana qiymati 2 chegalangan. Agar delta z nolga kelsa, nima bo'ladi? Mana ifodamiz nolga kelib ketadi. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadi, mana bu limit delta nolga kirganda limit olsak,
bu funksiya xossasidan turadi. F xossa z mana bu A ga tenglikka chiqadi, ya'ni mana bu xodga tenglikka chiqadi. Xuddi shunday biz qaraylar, bundan foydalanib ikkinchi xossasi borligini isbot qilamiz. Matematik metoddan foydalanib uchinchi xossasi borligini isbot qilamiz. Va hokazo har qanday yuqori tartibli xossasi borligini isbotlaymiz. Mana shu metoddan foydalanib isbot qilinadi masalan. Bo'lma funksiyaning har qanday tartibli xossasi bor ekan. Mana bu muhim natija. Bundan yapta kichik natija kelib chiqadi. Mana bu ikki qiymatini nimaga teng degan savol. D sohaning chegarasi bo'yicha x taqsim c minus z ning inisi. Mana bu ikki qiymat nimaga teng? Bu ikki qiymat qayerda bo'lga teng? Agar c nuqtamiz nima bo'lsa, d sohani tashlab qo'ysa. U holda chunki mana funksiyamiz davom etib qoladi. Agar d sohani ichida bo'lsa, bu qiymat nimasi chiqadi? Bu fodan qiymati qayerda? 2pi bo'lingan n minus 1 faktorial ko'paygan f funksiyadan n minus 1 xoslar qaysi z nuqtada qiymati? X mavzu z nuqta. Agar z nuqtamiz nima bo'lsa, d sohani ichida bo'lsa. Mana bundan boshqa muhim narsa kelib chiqadi. Mana bu qo'shimcha integral formasiga ko'radi, mana bu esa hozir kursga ma'qulga ko'ra bajariladi. Misollar ko'p, bunga agar qiziq bo'lsa, bitta misol ko'rsatib beraman, mana. Qiziq bo'lsa, mana misol ko'raylik. Mana sodda misol qo'yaylik. Mana bu integral topishimiz kerak. Sin z taqsim z minus i keling masalan 5-ni topishimiz kerak. Sohamiz masalan modul z teng 1 bo'ladi. Mana buni topamiz va mana buni topamiz. Mana shu ikki integral topib ko'ramiz. Bizning sohamiz qanaqa deb olamiz? Yo'lda biz sohamiz ma'lum bo'lgan. Modul z kichik 1 tengsiz bilan bilgan soha. Mana bunday soha. Mana 1 degan nuqta, mana ya'ni modul z kichik 1 degani nimada? Markazi 0 nuqtada bo'lgan, radiusi 1 ga teng bo'lgan doira. Ikkita qiymat qaraymiz qayerda? Birinchi holatda bizning nuqtamiz qaysidir? Birinchi holatda bizning z nuqtamiz i ln 2. Ikkinchi holatda esa bizning z nuqtamiz mana i ln 3. I ln 2 qaranglar. Mana modul jihatdan birdan kattami, birdan kichikmi? ln g bo'lganda 1 ga teng bo'ladi, 2/71 bo'lganda. Yo'q, bu birdan kichik, mana birdan katta. Shuni z1 z2 deb qo'ydik. Endi shuni z1 z2 deylik. Demak, z1 nuqtamiz taxminan mana bu joyda joylashgan. Z2 nuqtamiz esa bu yerda joylashgan. Tushunarlimi? Deb tushunarliki, mana bu integral qiymati nima bo'lar ekan? 0 ga teng bo'lar ekan. Chunki sohamiz kolon. Mana bu integral hisob ko'rsatadi. Modul z teng 1 bo'yicha sin z taqsim z minus i ln 2ning 5-si dz. Ikkinchi bo'lib ketadi. Mana formulani foydalanamiz. Demak, 2pi taqsim necha faktorial bo'ladi? 4 faktorial bo'ladi. 2pi taqsim 4 faktorial. Ki sin z degan funksiyani necha marta hisob olamiz? 4 marta hisob olib, z o'rniga i ln 2 ni qo'yib qo'yamiz. Sin esa 4 marta hisob olsak, o'ziga qaytib keladi. To'liq xossasi o'ziga qaytib keladi. Shuning uchun 2pi taqsim 4 faktorial necha? 24mi? 24. Ko'paygan sinus i ln 2 ni topishimiz kerak bo'ladi. Sinusdan mana bunga o'xshagan formulasi bor mana. Yonda sinusdan yozib qo'yaman shu yerda. Sinusga
o'rtasi minusdan bo'ladi. Y darajasi EZ minus Y darajasi minus EZ taqsim 2 bo'ladi. Shunda foydalanamiz. Bu yerda pi taqsim 12 qoladi. Bu yerda demak Y darajasi minus E ekan. Nima beradi? Y darajasi minus E dan 2 bo'lsa 1 taqsim 2 beradi. 1 taqsim 2 plus 2 taqsim 2 bo'ladi. I bilan ini qisqartiramiz. Mana buni hisoblasak 5 taqsim 4 chiqar ekan. 5 taqsim 4 bo'lsa qaranglar. 5 pi taqsim 48 bo'lar ekan oxirgi javobimiz. Tushundingmi? Demak, birinchi ikki raqamda 5 pi taqsim 48, ikkinchisi esa 0 chiqar ekan. Bu ikkalasi mana Cauchy formulasining umumlashmasidan kelib chiqdi. Hozir ko'rdikki, golon funksiya cheksiz modda xossasiga bo'lgan. Ya'ni har qanday tartibli xossasi bor ekan. Har qanday tartibli xossasi bor bo'lsa, demak, biz nima qarashimiz mumkin? Qator qarashimiz mumkin, to'g'ri. Ya'ni golon funksiya uchun qator qanaqa bo'ladi? Hozir shuni siralab ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Golon funksiya uchun qator qanaqa bo'ladi? So'zlarga uchun masalaga 0 degan nuqtani ko'rsataman. Ixtiyoriy nuqtada o'zasiz ko'rasizlar. Manki sizlarga isbot bilan ko'rsatib beraman vaqtim bo'lsa. Boshqa modulda ko'rsatib qo'yaman. Faraz qildik funksiyamiz qaranglar. Mana to'plamda golon bo'lsin. Modul z kichik r degan to'plamda golon bo'lsin va yo'q qanaqa bo'ladi? Bu to'plam yo'qlig'i modul z kichik r degan to'plamda uzluksiz bo'lsin. Tushunarli? Bu yoqda qo'raman, bu yoqda uzluksiz. Biz nima qilamiz qaranglar? Nuqta atrofida funksiyamizga qaraymiz. Mana bu to'plamda funksiyamiz golon. Mana bu yerda golon. Xo'p, bu yerdan kichkina doira olaman. Mana bu doira olaman. Modulda kichik degan doira olaman. Bu dasturxon ichida yotsin. Yotgandan kapak yotsin, ya'ni yopiqlar yotsin. Hop. Keyin mana shuni men mana buni gamma r bilan birlashtirib, mana shu gamma r birlashtirib olaman. Kichkina rasm doirani. Keyin bu yerdan ixtiyoriy z degan nuqta olaman. Shu gamma r ichidan olaman. Bu holda nolli bo'ladi, qaranglar. Cauchy integral formulasiga ko'ra mana Cauchy integral formulasiga ko'ra x qiymati nima teng bo'ladi mana 1 taqsim 2pi 1 taqsim 2pi integral gamma r bo'yicha gamma r manbasi ham bo'ladi. Gamma r modul z teng r deb bo'ladi mana. X taqsim x minus z dx degan nima qiladi? Mana shu tenglik o'rinlik degan ma'noda. Mana tenglik o'zini ortga qo'yaman. 1 taqsim x minus z degan qo'ldan ortga qo'yaman. Xo'p, x demak bu yoqda. Mana bu yoqda x o'zgaradi. X ni moduli o'zi mana bu z jamoat x teng r bo'yicha. Bu yoqda qarasak, x ni moduli nima ekan? Mana bu yerda x ni moduli xo'p, mana bu yerda yozib qo'yib bir joyda. X ni moduli bu r ga teng. To'g'rimi? Chunki bu yerda gamma r ustida yotadi. Z ni moduli esa bu r dan kichik bo'lganda. Nima uchun bilamiz? Lekin r dan kichik. Shuning uchun mana ifodani mana qo'zg'alaman qaranglar. Bu ifodani x ga bo'laman. 1 taqsim x chiqaraman avval. 1 taqsim x chiqarsam, bu yerda 1 minus z taqsim x deb qoladi. Z taqsim x moduli 1 dan kattaroq kichikmi? Mana qaranglar. Mana shu e'tibor beraylik. Z taqsim x degani mana. Modul z taqsim modul x degani. Buni modul r dan kichik, buni r ga teng, a? Nashat 1 dan kichik. Shuning uchun mana buni x kamayuvchi geometrik progressiya bo'yicha yo'ya olamiz. Mana bu hisoblanadi. 1 taqsim x hop, bu yerda nima qoladi? 1 plus z taqsim x plus z kvadrat taqsim x kvadrat plus z kub taqsim x kub va qoladi z inesi taqsim x inesi qoladi. Va qoladi. Shuni 1 taqsim x ko'paytirib, keyin shuni summa qilishni yozamiz. Summa qilishda mana bunday bo'ladi. Summa katingoldan x gacha, to'g'rimi? Z ning k'si taqsim x ning
K++ qoladi. Mana shu ifodani integralga olib qo'yaman. Keyin fz ko'rinishi mana bu qoladi. fz teng 1/2 integral modul x tenglik bo'yicha f x shu f ni summachi qilib yozaylik. Summa k teng 0 dan x gacha f x ko'paygan z ning tanisi taqsim x darajasida k plus 1 dx qoladi. Hop, endi muhim joyi bor. Qaranglar. Mana bu to'plamimiz mana bu doirani ichida to'g'ri. Ya'ni bu yerda modul x masalan e'tibor beringlar. Modul x mana bu ifodamiz negativlik 2 qat'iyadan kichik. Hop, transformni isbot qilishda kerak. Mana bu qator tekis yaqlashishi bor. Buni o'zlari hisoblashlar. Tekis yaqlashni isbot qilishi mana bu ifodalar. X ning moduli qat'iyadan kichikdan ifodalar. Bu qator tekis yaqlashgan uchun summa bilan integralni o'rnini almashtirish mumkin. Matematikada shunaqa terminlar bor, o'tganimizda, to'g'rimi? Summa bilan integralni almashtirish mumkin yoki limit integratsiya qilish mumkin degan terminlar bor. O'shani ko'rishi, men qisqacha aytib o'tdim, lekin o'shani qo'ldan ketamiz. Eslatib olaman, agar funksiyalar hatto tekis yaqlashi bo'lsa, u holda summa bilan integralni o'rnini almashtirsa bo'ladi. Summa bilan integralni o'rnini almashtiramiz. Mana bu formada. 1/2 summa k teng 0 dan x gacha. Qaranglar, mana bu z integral x bo'yicha, to'g'rimi? Z ga ta'sir qiladigan joyi yo'q. Shuning uchun z tanisini chiqarib yuborsak bo'ladi. To'g'rimi? Bu yerda modul x teng r bo'yicha mana hisoblanadi. f x taqsim x darajasida k plus 1 dx degan bo'lib qoladi. Hop, mana x darajasi k plus 1 aslida bu x minus 0 darajasi k plus 1 deb yozsak ham bo'ladi. Keyin nari formani qo'llaymiz. O'sha formani qo'llasak nima chiqaradi? 1/2 summa k teng 0 dan x gacha bu qoladi. Z ning tanisi, bu demak f funksiyadan k xoslar 0 dan qiymati taqsim n faktorial ko'paygan 2pi ham bor. 2pi dan keyin qisqartirib ko'rasizlar, bu yerdan 2pi qisqartiradi. Nima qiladi? 2pi bilan qisqarsa summa k teng 0 dan x gacha f funksiyadan k marta xoslar 0 dan qiymati bo'lingan k faktorial bo'lingan k faktorial ko'paygan z ning tanisi bo'lishlari tushunarli. Demak, funksiya golomorf bo'lsa mana nasl biza buni mana qator bilan yo'lga ekan. Fz funksiyani mana qator bilan gaplash mumkin. K teng 0 dan x gacha f funksiyadan k marta xoslar 0 dan qiymati bo'lingan k faktorial ko'paygan z ning tanisi. Bu yerda modul z r dan kichik bo'lganda bo'linadi. Funksiyani mana shunday ko'rinishda mana qatorga yozish mumkin. Mana sizlarga Taylor formasini chiqarib beraman. Xuddi shunday agar funksiya mana shartlarni bajarsa, mana f funksiyamiz mana bu to'plamda davom etadi. Modul z minus x kichik r degan to'plamda golomorf va buni yoqqa uzluksiz bo'lsin. Shuni z emas deyiladi, shuni boshqa nuqtada deylik, x emas z emas deylik, shuni z nuqtada va buni yoqqa uzluksiz bo'lsin. O holda Taylor qatorini quyidagicha ko'rinishda biz buni nima qilamiz? Taylor qatoriga yo'l olamiz. Mana bu ko'rinishda Taylor formasiga yo'lish mumkin. Bu yerda yaqlash to'plamni modul z minus z0 yerdan kichik bo'lishi kerak. Demak, nima qilsa, golomorf funksiyani nima qilish mumkin ekan? Taylor formasi bo'yicha yozish mumkin ekan. Taylor formasi bo'yicha yozish mumkin. Xo'p, endi ba'zi muhim funksiyalar bor. Shularni qanday qilib Taylor formasi bo'yicha yozishni sizlarga ko'rsatib beraman. Eng ko'p ishlatiladigan funksiyalar bor. Yedra z, buni bilishlar kerak yozishni. Cosinus z degan funksiya bor. Sinus z degan funksiya bor.
Alien bir z degan funksiya bor. Bir z ni o'zini ko'rib olaylik. Buni bilamiz, o'sha matematik analiz o'rganganmiz, to'g'rimi? O'shalar bir xil. Kompleksda ham, matematik analizda ham hech qanday farqi yo'q. Ko'rinish bo'yicha farqi yo'q. Kosmosda ham farqi yo'q. Matematik analizda qanaqa o'rgangan bo'lsalar, kompleks analizda ham xuddi shunaqa bo'ladi, xatolar ko'rinishi. Faqat bu yoqda kosmosga yaqinish sohasi model z yo'q, hamma joyda yaqinlashadi. Model bilan naqsha bo'lish emas. Z deb qanday yo'yamiz? Mana z minus z to'rt taqsim 3 faktorial qo'shilgan z 5 taqsim 5 faktorial va bazor minus 1 ensi z darajasi 2 minus 1 taqsim 2 minus 1 faktorial va bazor. Kelinni mana yo'yamiz. Xo'p, hamma xat minusdan bo'ladi, shuning uchun buni ham minus qo'yib qo'yaylik. Z plus z taqsim 2 plus z taqsim 2 z to'rt taqsim 3 va bazor z ensi taqsim 2 plus va bazor. Bu yerda faqat z modeli bilan kichik bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Mana shunday demak qo'shib o'rganib ekan. Bu model tele qatori ko'p chiqamiz sizlar bilan. Tele qatoridan umumroq qator bu mana. Umumroq qator bu qanaqa qator deymiz? Dajali qator deb aytamiz. Dajali qator qayerda? Tele qator ma'lum bir funksiyani, davomli funksiyani nimadan kelib chiqadi? Qator yo'ldan kelib chiqadi. Lekin dajali qator har narsa bo'lishi mumkin. Ayni bitta funksiyadan kelib chiqmaydi. Shuning uchun dajali qator nima bo'ladi? Umumroq bo'ladi bizga. Mana bu dajali qatorlar to'plami bo'lsa, mana dajali qatorlar to'plami bo'lsa. Buning ichida nima bor? Taylor qatorlari bor. Taylor qatorlar ichida yana qanaqa qator bor? Maclaurin qatorlari bor. Maclaurin qatori degani o'sha markaz bir nuqtada bo'lsa, biz buni Maclaurin qatori deb aytamiz. Dajali qator umumroq bundan ko'ra. Dajali qator o'zini avtolanishadi kompleks analizda. Buni yaqinlash sohasi bor. Yaqinlash sohasi qaranglar, mana dajali qator bo'lsa, yaqinlash sohasi mana to'plab chiqadi. Modul z minus z0 chi r degan to'plam chiqadi. Yaqinlash sohasi. Bu qanaqa to'plam? Bu doira. Dajali qator demak doirada yaqinlashadi. Bu isbot qilinadi. R qanday to'plasizlar, bu bir taqsim r qo'shib Adamov formasidan topiladi. Kompleksda ham shunday. Kompleksdan shunday, faqat farqi oddiy matematik analizda interval chiqsa, bu yerda doira chiqadi. Doirani ichida yaqinlashadi. Chegarasida yaqinlashadimi, yo'qmi? Buni biz bilmaymiz, qatorga bog'liq. Ba'zi qatorlar bor, chegarani bir qismida yaqinlashadi, ba'zi qatorlar bor, chegarani hamma yerda yaqinlashadi, ba'zi qatorlar bor, chegarani hech qaysi nuqtasida yaqinlashmaydi. Masalan, mana bu qator, misol ko'rsataman, mana bu qator summa n teng 1 x gacha, masalan, z ni instansiyasi n bo'ladi. Mana bu qator qayerda? Modul z kichik 1 da yaqinlashadi. Chegarani esa chegarani hamma nuqtalarga yaqinlashadi. Buni o'zimiz misol qilib isbotlab ko'ramiz. Chegarasini hamma nuqtalarga yaqinlashadi. Shuning uchun buni yaqinlash to'plami modul z kichik teng bo'ladi. Ya'ni doirani hamma yerga yaqinlashadi. O'zida ham doirani chegarasida ham yaqinlashadi. Ha, qator. Absat yaqinlash qo'yib bir taqsim. Shuni absat yaqinlashdan kelib chiqadi. Agar mana bu qator ko'rsanglar, mana n teng 1 x gacha z ni n taqsim n o'zini ko'raylik. Z ni n taqsim n o'zi. Z teng Bu qayerda yaqinlashadi? Bu qaranglar. Faqat bir degan nuqtada yaqinlashmaydi. Bu hamma yerda nima bo'ladi? Yaqinlashadi. Tushundingizmi? Faqat mana bir degan nuqtada yaqinlashmaydi. I da ham yaqinlashadi, minus 1 da ham yaqinlashadi, masalan. Bu yerda I degan minus I degan nuqtada ham yaqinlashadi, bittagina bir degan nuqtada yaqinlashmaydi. Shunaqa. Agar shu yerda z darajasi 2 ga qo'yganmiz edi, z darajasi 2 ga qo'ysak, bu minus 1 da yaqinlashmay qoladi. Ko'rdingizmi?
Mana shu qancha oshirsam, agar men 4 ta qilsam, mana buni zeta 4 ta qilsam. Endi 4 ta qilsa yaxshiladi. Tushunasizmi? Endi oshib boraman. O'sha do'rada yaqinlashmaydigan nuqta sonli bo'ladi, ko'payib boraveradi. Endi oshib bosh hisobiga bundan qilishimiz mumkin. Keyin ham misol bor, do'ra hech bir nuqtasiga yaqinlashmaydi. Misolda ham qolgan. Masalan, mana bunday misol bor qayda z darajasi n faktorial taqsim n. Mana bu qator faqat doirani qayda yaqinlashadi? Ichida yaqinlashadi. Faqat doira ichida yaqinlashadi. Demak, qaranglar, chegaralarni haqida hech narsa aytolmaymiz. Chegara ma'lum qismida yaqinlashish mumkin yoki hech qanday yaqinlashish mumkin emas. Demak, qator bilgan bo'lsa, biz ham uni yig'insiz topshirib bilishimiz kerak. Muhim narsalardan biri. Yoki funksiya bilgan bo'lsa, biz uni qanday qilib qatorga yo'naltirib bilishimiz kerak. Bu ishning o'ziga yarasha metodlari bor. Ba'zi qatorlar qanday definisiyalar topiladi, to'g'ri topish mumkin bo'lgan qatorlar bor. Ba'zilar qanday integrallar topish kerak bo'ladi. Masalan, berishiga qarab, hamma savollar modeli hal usul qo'llaymiz. Umumiy usullar yo'q. Funksiya bilgan bo'lsa, buni davra qatoriga yo'naltirib umumiy usullari yo'q. Misolga qarab usul qo'llaymiz. Hop, bitta misol ko'rsataymi sizlarga? Bitta misol ko'rsataman. Qarang. Hop. Masalan, mana bu funksiyani davra qatoriga yo'naltirishimiz kerak. F teng bo'lsin z plus 1 taqsim z kvadrat plus z plus 1. Mana shu funksiyani maqlarning qatoriga yo'naltirishimiz kerak. Maqlarning qatoriga yo'naltirishimiz kerak. Buni to'liq ishlab bermayman sizlarga, g'oyalarga qaranglar. Birinchi nima qilamiz? Mana shu input funksiyani sodda kasaga yo'yveramiz. Z kvadrat plus z teng bir haqiqiy yechim yo'q, lekin qolgan yechimlar bor bunda. To'g'rimi? Haqiqiy yechim yo'q. Qolgan yechimlar mana bu to'g'ri bo'ladi. Z teng nima bo'ladi? -1 plus minus i izosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Tushundingmi? Diskriminant chunki shunaqa chiqadi. Ikkita yechim bor bunda. Z bir ikki mana shuni topamiz. Nashlab input funksiyani mana bu ko'rishda sodda taqsim yo'lga bo'ladi. A taqsim z plus z1 plus b taqsim z plus z2. Mana uni ko'rish yoza olamiz. Bilgan qatorda. Hop, birinchisi z1 farqladan buni mana deb yoza olaman. Qaranglar. Birinchisini qaranglar. A taqsim z1 chiqara olaman. A taqsim z1 chiqara olaman-da. Buni mana yoza olaman. 1 taqsim minus z taqsim z1 qo'yib olaman. Bu yerda minusdan chiqarishim kerak ekan, bu yerda minusdan chiqarishim kerak. Keyingisini nima deyman? Plus deyman. Minus deyman yaxshi. 1 taqsim z2 deymanda 1 minus z taqsim z2 qo'yib olaman. Nima uchun shunday qilib olaman? Chunki mana bunga geometrik progression qilish mumkin. Shunda modul birdan kichik chiqadi. Modul birdan kichik bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Bu joyi ham bor. Bunda modul kichik bo'ladimi yo'q, bo'shadimi? Modul birdan kichik bo'lishimiz kerak. Birinchisi geometrik progression yoziladi, mana a taqsim z1 summa n teng 0 dan x3gacha z n taqsim z1 n minus b taqsim z2 summa n teng 0 dan x3gacha modul z ning n taqsim buni yaqinlashishni ikkasini bitta qilib, buni terror qatoriga keltirish mumkin. Maqran qatoriga keltirish mumkin. Lekin bu yoqda bitta shart bor, yaqinlash kerak. Yaqinlash uchun mana z moduli, mana bu narsa modul birdan kichik bo'lishi kerak. Bu narsa ham modul birdan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni bu yoqda yaqinlash sohasi quyidagicha qaranglar. Modul z kichik minimum modul z1 va modul z2. Ikkasi minimumdan kichik bo'lgan joyda zaxotorimiz yaqinlashadi. Chunki mana bu ham modul jihatdan birdan kichik bo'lishi kerak.
Bu ham modul jihatdan bitta kichik bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu yerga bir ekvivalent. Mana shu yerga kichkina qo'lchaydi. Hozir mana shu turishi kompleks analizda faqat teler qatorlarni o'zi yetarli emas. Teler qatoridan boshqa qatorlar ham bor. Hop, bu uchun nima qilamiz qaranglar. Kichkina mavzucha, mana asl kichik mavzu emas. Ular ham qatorlarni ko'rib chiqamiz. Ular ham qatorlar. Biz haqiqatan ular qatoriga ehtiyoj bormi? Nima kerak bunaqa qatorlar bilan degan savol bo'lishi mumkin. Kerak bu qatorlar sizlarga hali tushuntiraman. Nima uchun kerakligini. Darajali qator bilamiz, to'g'rimi? Darajali qator, mana qator. Summa integral 0 dan xgacha Cn z minus z0 inisi. Ya'ni bu yerda faqatgina musbat darajalar qilishadi. Lekin umumiy holda faqat musbat darajalar qilish shart emas. Manfiy darajalar qilinadigan qatorlar ham bor. Ya'ni bu manfiy ko'rishga qator. Qaranglar. C minus n qadar manfaat bor. C minus n taqsim z minus z0 inisi. Mana qadar bor. Bol toza plus C minus 2 taqsim z minus z0 kvadrati plus C minus 1 taqsim z minus z0 xat bor plus qaysi mana C0 qo'shilgan C1 z minus z0 plus C2 z minus z0 kvadrati plus bol toza plus nima bo'ladi? Cn z minus z0 inisi plus bol toza. Mana bu shakl qatorlar kompleksanasi o'rnatiladi. E'tibor beringlar, buni ikkita qismga ajratib yozdim. Mana bu qismda o'zining nomi bor, mana bu qism bosh qism deyiladi, mana bu qism nom bor ekan. Faqat manfiy darajalar qilinadigan qism bu. Mana bu qismni bosh qism deb ataladi. Mana bu qism esa qanaqa qism deymiz? Pol qism deb atamiz. To'g'ri qism bu nimaga teng? Darajaliklarni tengdiradi. To'g'ri qism darajaliklarni tengdiradi. Xullas, mana shu qo'shimcha qatorda biz bundan keyin qanaqa qator deb atamiz? Loran qator deymiz. Mana shu qo'shimcha qatorda biz loran qator deb atamiz. Loran qator ikkita qismdan bor ekan. To'g'ri qism va bosh qism bor. Agar hammasi nol bo'lsa, mana hammasi mana hamma manfiy xatlar agar nol bo'lsa, bu darajali qatordan nima bo'ladi? Ustma tushadi. Ya'ni darajalardan umumiy ekan, qaranglar. To'plam xato qilsak, mana loran qatorlar kattaroq. Birinchilar qanaqa bor? Darajali qatorlar bor. Darajali qator ichida nima bor? Teler qator bor. Teler qatorlar ichida mana makro qatorlar bor ekan. Loran qatorlar shunday bo'ladi. Loran qator qanday yaqinlashadi buni ham aytib o'tamiz, qaranglar. Ikkita qism bor ekan, mana. Birinchidan mana bu qismga yaqinlash kerak, ikkinchidan bu qismga yaqinlash kerak. Bu qismga yaqinlash nima bo'lishi kerak? Mana bu qismga yaqinlash uchun o'zi mana bu inish daraja. Mana bu qismga yaqinlash uchun qaranglar, nima bo'lishi kerak? Yuqori limit inchi keltirganda, qaranglar, inchi izosida C minus n taqsim z minus z0 ning inisi. Mana shu moduli birdan kichik bo'lishi kerak. Tushunarli? Bundan nima chiqadi? Bundan kelib chiqadi, mana modul z minus z0 o'zi chekinish izohdan shunday kelib chiqadi. Bu narsa katta bo'lishi kerak ekan. Bir taqsim yuqori limit uzr, bir taqsim o'zi yuqori limit inchi keltirganda inchi izosida modul c dan demak bu narsa katta bo'lishi chiqadi. Demak, bosh qism mana shu bachasiga yaqinlashadi. To'g'ri qismga yaqinlashish nima bo'lishi kerak? To'g'ri qismga yaqinlashish uchun mana bu hali bizga limitni mana inchi izosida Cn z minus z0 inisi. Mana bu birdan kichik bo'lishi kerak. To'g'rimi? Bu narsa birdan kichik bo'lishidan demak mana bu chiqadi. Demak modul z minus z0 bu kichik bo'lishi kerak. Bir taqsim
core limit n bitirganlar cheksakka n'inchi izosida mana bu n bu bilan kichik bo'lishga chiqadi. Odatda nima qilishadi? Odatda mana buni kichkina r bilan birlashtirib olishadi, mana bu odamni. Mana bu odamni katta r bilan birlashtirishadi mana. Demak, r kichik teng modul z minus z0 bu kichik katta r bo'lgan to'plamda yaqinlashib chiqadi. Chunki bosh qismi bu yerda yaqinlashadi, to'liq qismi bu yerda yaqinlashadi. Demak, laram qatorining umumiy yaqinlashish sohasi bu nima chiqargan? Halqa chiqargan. Mana bu z nuqta joylashgan. Mana kichkina radiusdagi bu aylanamiz, mana katta radius aylanamiz bo'lsa, laram qatori qayerga yaqinlashar ekan? Mana bu yerga yaqinlashar ekan. Ya'ni boshqa aytganda, laram qatorining yaqinlashish sohasi nima bo'ladi? Halqa bo'ladi. Mana shu halqaga yaqinlashadi. Qator yig'ilsa mana shu halqada qandaydir global funksiyani ifodalaydi. Mana. Keyin muhim teorema bor mana. Agar f funksiyamiz bu muhim teoremadan bittasi. Mana shu halqada gol bor. Mod r kichik modul z minus z0 bu kichik katta r va bu yo'qda uzus bo'lsa amal uzus bo'lsa, u holda f funksiyani laram qatoriga yozishimiz mumkin. F funksiyani ma'lum qilishda laram qatoriga yozsa bo'ladi. Usul. Mana ma'lum ko'rinishda nima qilish mumkin? Laram qatoriga yozish mumkin. Ya'ni ikki tomonga o'rinlangan qaraylar, agar laram qatori bo'lgan bo'lsa, bu yaqinlashish sohasi mana xalta bo'lar ekan. Birinchi qismi ikkinchisi funksiya dolmor haqida dolmor qilib yobod uzus bo'lsa, u holda bu funksiyani nima qilish mumkin ekan? Laram qatoriga yozish mumkin ekan. Tushunarli? Laram qatoriga yozish mumkin. Laram qatorining koeffitsiyentlarini mana qolib topadi. Cn ni mana qolib topadi. 1/2 integral gamma rho bo'yicha x taqsim c minus z darajasi n dx n plus 1. Mana shu formuladan topishadi. Rho degani mana bu r bilan katta r orasidagi son. C koeffitsiyenti mana shu bilan topishadi. Laram qatoriga yoshkinni bitta misol ko'raylik. Ko'rasizlar bular qanaqa tilda nasab boshchiroq laram qatorida. Gamma rho shunda qanday chizib bo'ldi? Gamma rho mana bu. Gamma rho mana bu tasak mana bu. Uymaydi. Aylanma. Gamma rho degani umuman bunaqa qo'shgan shart emas. O'tasak ixtirob bo'ladi. Gamma rho sifatida odatda aylanishadi. Lekin aylanma bo'lishi shart emas. Mamnun savosidan bo'ladi. Biraz o'tasak ixtirob bo'ladi. Qulaylik uchun aylanma olamiz. Bunga misol ko'raylik. Hozir endi bu nima bo'ldi? Sal boshqaroq bilan misol ko'ramiz. F-setting mana bu funksiyani laram qatoriga ko'ramiz, qaraylik. F-setting 1/2 z kvadrat minus 5z plus 6. Mana shu funksiyani laram qatoriga yozishimiz kerak. Mana bu to'plamda yig'ib ko'ramiz. Mana shu to'plamda laram qatoriga yozamiz. To'plamni aniq bilgan oldin tayyorlab, oldin aniq bilib qo'yilgan. Bu ishni nima qilamiz? O'sha funksiya soddaligiga yozishdan boshlaymiz. Mana birdan oldin aytishim mumkin, bu uni mana deyishimiz mumkin.
Z minus 2, Z minus 3 yo'q. Z minus 3, Z minus 2. Mana shunaqa yozsa bo'ladi funksiyani. Tekshirib ko'ringlar shu nazarda. Birinchi qo'llarni qarayman. 1 Z minus 3 qarayman. Buni mana yozamiz. 1 minus 1 3 qo'yaman bunda. Bu yoqda 1 minus Z 3 qo'yaman. Mana shuni qildim, o'z savolni aytaman, chunki Z taqsim 3 modul jihatdan birdan kichik bo'ladi. Chunki modul Z 3 dan kichik. Shu uchun nima qilsa bo'ladi? Mana buni darang qator bo'yicha yozsa bo'ladi. Minus 1 taqsim. Darang qator bo'yicha nima obzor? Darajali qator bo'yicha yozsa bo'ladi. Chizgi anchagina progressiya bo'yicha yozsa bo'ladi. Ya'ni mana bunday qator chiqadi. Summa n teng 0 dan x gacha z n taqsim 3 dengizi. Demak, mana bunday yo'llardan qarayman. Summa n teng 0 dan x gacha z darajasi n plus n taqsim 3 darajasi n plus 1. İkinci hadis o'tamiz. 1 taqsim z minus 2 ni qarashimiz kerak. Z chiqarib olamiz, to'g'ri. 1 taqsim z chiqarib olsam 1 minus 2 taqsim z qoladi. 2 taqsim z qaranglar, bu yoqda 2 taqsim z endi modul jihatdan nima bo'ladi? Birdan kichik bo'ladi. Birdan kichik bo'lgani uchun buni yana nima qila olamiz? X kamechi geometrik progressiya bo'yicha yo'yamiz. Ikkini inisi taqsim z inisi. Yoki bu ham teng bo'ladi. Summa n teng 0 dan x gacha 2 n taqsim z n plus birinchisi degan xato chiqdi. Keyin nima qilishimiz kerak? Tepadan aksdan pastdan ayirishimiz kerak. Natijada biz f set funksiya uchun nimaga ega bo'lamiz? Larang qatoriga ega bo'lamiz. Demak, natijada mana f set funksiyani larang qatorini topdik. Bu model ko'rinishi bor ekan. Qayda? Ikkini z 2 inisi taqsim z n plus birinchisi mana. Bu qator model ko'rinishi bor. Vol qazoq qaranglar. Minus 2 darajasi n minus 1 taqsim z inisi minus vol qazoq minus 2 taqsim z kvadrat minus 1 taqsim z keyin mana bu qanday aqlashadi? Minus 1 taqsim 3 minus z taqsim 3 kvadrati minus z kvadrat taqsim 3 kubi minus vol qazoq minus z inisi taqsim 3 ning n plus 1 minus vol qazoq. Mana f set funksiya mana bu ko'rinishda larang qatori yo'llangan. Agar buni yaqinlash qavasi topsanglar, mana kichkina r topsanglar, mana bu 2 chiqadi, katta r topsanglar 3 chiqadi. Buni yaqinlash qavasi mana bu chiqadi. 2 kichik modul z kichik 3 bilan to'g'ri chiqadi. Demak, larang qatoridan boshqa qatorlar ham, tela qatoridan boshqa, darajali qatoridan boshqa qatorlar ham bor ekan. Bularning eng asosiysi mana bittasi bu larang qatori ekan. Larang qatorlarning ko'proq misollar ko'rish mumkin. Larang qatorni yo'yishga aloqali misollar bor. Larang qatorni yaqinlash qavasi topish misollar bor. Lekin nima uchun aynan larang qator kerakligidan keyingi dars kursda o'taman. Hozir yana qolgan funksiyani yana bitta xususiyat ko'rib chiqaylik, ba'zi bir muhim xususiyatlar bor. Shularni misollarni ko'rib chiqamiz. Larang qatorlarning keyingi dars yana davom ettiramiz.